Assalomu alaykum azizlarimiz. Yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Charchamay, uychilar hammaligi yaxshimi? Xonadonlaringiz tinchmi? O'ylaymanki, hammasi yaxshi. Bugun mana yana bir bor bizani oshxonamizda yaxshi kayfiyat bilan, chiroyli tabassum bilan sizlar bilan birga yana ikkita tuzlamani qilamiz. Tuzlamani nomi bilgan bo'lsangiz kerak. Sarlavhadan o'qib, chimchi. Bu tuzlamamizni juda ham O'zbekistonda ham va boshqa davlatlarda ham mashhur desa ham bo'ladi. Bu tuzlamani birinchi marta men agar eslasanglar, paxta paytlari bo'lardi, paxtalarga borardik. O'sha paytda yeb ko'rganman. Qizlar olib kelishgan, sinfimizdagi kaz millat qizlarimizni o'shandan yoqtirib qo'yganman. Shu bo'yi mana turmush qurganimdan keyin ham har yili shu tuzlamani qilishga harakat qilaman. Kelinglar endi azizlarimiz, boshlaymiz. Bizani oilada qanaqa qilinadi? Bu ham xuddi oshdek, xuddi bo'rish degandek hammaning oilasida o'ziga yarasha qilinadi. O'zlari har bir oila o'zini oilasiga mos qilib qiladi. Bizani oiladagi qanaqa retseptni bugun sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Mana pekinskiy kapustani olamiz. Keyin o'rtasidan, mana qaranglar. O'rtasidan mana shunaqasiga pastga qarab kesib olamiz. Keyin mana bunaqa qilib ochamiz. Nimaga bunaqa qilib ochamiz? Mana ko'rdinglarmi? Umuman kalta-kulta bo'lib to'kilmadi. Hammasi ichida qoldi karamimizni. Agar polniy bunaqa kesadigan bo'lsak, mana bunaqa mayda-chudalari to'kilib ketishi ham bor-da. Shuning uchun menga shunaqa qilib qilgan deb o'rgatgan edi. Tak. Mana endi yana mana shu joyidan qarab yana bunaqa ochamiz. Ko'ryapsizlarmi? Bunaqa juda to'kilayotgani yo'q. Xo'sh, mana bu yerga qo'yib turamiz. Bunisini ham. Agar yomon mana bunaqa teshuv bayli bor bo'lsa, olib tashlaylar. Bo'ldi. Endi mana bu joyini juda ko'p emas, ozginaroq qilib, mana qilib olib tashlaymiz. Qattiq joyini. Lekin mana bunaqa bitta bo'lib qolsin. Xohlasanglar, agar juda ham yomon bo'lsa, olib tashlayveringlar. Meniki unaqa juda yomon emas, o'shaning uchun ozginagina olib tashladim. Tak, mana bularning hammasini hozir shunaqa qilib olib tashlaymiz. Bo'ldi, bu kerak emas bizga. Endi bizga tuz kerak bo'ladi. Mana tuzni olib kelib, mana bu yerga bir qoshiq mana to'la tuzni solib olaman. Buni ichiga qo'lim bilan qo'limni tiqmasligi uchun beqov olamiz. Kerak bo'lsa yana solamiz. Endi mana qaranglar. Yomon joylari bo'lsa, endi albatta bizchi karami ichini bilib bo'lmaydi-da qanaqaligini. Agar sal qovjiragan joylari yo bir o'zingizga yoqmaydigan joylari bor bo'lsa, olib tashlasanglar bo'ladi. Mana ham olibman. Ozgina mantada sarg'aygan joylari bor ekan, xunroq ularni olib tashladim. Endi hozir bilan ham betga qo'yib turamiz-da. Bitta tog'ora cho'g' olasizlar. Mana qaranglar. Tayyor. Agar juda kir bo'lib, mambitlari anaqa bo'ladigan bo'lsa, albatta bitta chayib olinglar. Men ustidan chayib oldim, ichlari toza mana ko'rinib turibdi. Endi mana tuzimizni olamiz qo'limizga. Mana shu yo'g'on joylarini mana ko'ryapsizlar. Bunda qo'yib turib, tog'oraning ichida qilsa ham bo'ladi. Endi bu yerda ko'rinmaydimi deb sizlarga mana bu yerda ko'rsatmoqchiman. Mana bunaqa yo'g'on joylarini tuzlab chiqamiz. Mana bunaqa qilib. Iloji boricha mana shunaqa qilib
mana shu yo'g'on joylarini tepalarini juda shart emas mana bu bayli joylarini. Mana eng keragi mana shunaqa yo'g'onroq joylarini hammasini ozgina tuz ichiga qo'yamiz. Nima deganda bu joylari eng tuzlanganda bayli joylar tez tuzlanib ketadi, sho'r bo'lib. Betlari qolib ketishi bor. Shuning uchun birinchi bo'lib betlar mana shu yo'g'on joylarini xuddi mana shunaqa ko'rsatayotgandek tuzlab olamiz. Mana chetlarini ham qo'linglar bilan mana qilib tuzlab taxlayveramiz to'g'rachamizga. Hozir mana hammasini shunaqa qilib oralarini tuzlab olamiz. Mana azizlarimiz, oxirigacha hammasini tuzlab oldik. Birpasda bo'ldi. Menda qaranglar, bir qoshiq tuzdan mana ozgina qoldi. Bir qoshiq to'la olgan edim, demak, bir qoshiq suv yetar ekan. Bitta mana shunaqa karamga. Endi mana buni shunaqa qo'ydikmi to'g'rachaga. Endi bunga sho'r tuz tayyorlaymiz hozir. Xo'sh, azizlarimiz, endi qaranglar. Bu tuz bilan surib chiqqanimizga qaramasdan baribir yana sho'r suv qilishimiz kerak bo'ladi. 1 litr suvga men vodoprovoddan oldim. Bunaqa krandan oldim. Suvni bunaqa qaynatib, sovutib shart emas. 1 litr suvga bitta mana shunaqa to'la osh qoshiq tuz solamiz. To'la osh qoshiq tuz solamiz. Mana shunaqa to'la bo'lishi kerak. Yoki 1,5 qoshiq. Bo'ldi, mana 2 litr suvimizga soldim. Men o'ylaymanki 2 litr suv betga yetadi debdi. Buni yaxshilab aralashtiramiz, boshqa hech narsa qo'shmaymiz. Aralashtirib oldik. Endi karamimizni ustidan quyib olamiz. Qo'rqmanglar, voy sho'r bo'lib ketmaydimi? Ham ichiga surdik, ham ustidan quyamiz deb qo'rqmanglar. Nima deganda hali oldinda ko'rsataman nimaga buni qilganimizni. Mana men sovib oldim. Qaranglar, yarimigacha keldi suv. Bo'ldi, yetadi shu ham. Nima deganda hali rosa suvi buni ko'payib ketadi. Endi ustidan mana qilib laganchami, tarelkami qo'yamiz-da. Ustiga men hozir xuddi shuni o'ziga yana suv quyib, mana bu yoqqa olib qo'yaman. Hozir 1 minut. Mana endi ustiga mana qilib bonkani suv bilan qo'yib qo'yamiz. Ilgarilar toshlar bo'lardi. Eslaysizlarmi, toshlarni qo'yib qo'yilardi. Mana shunaqa qilib endi bizning karamimizni bir kun turishi kerak. Qaranglar, men qanaqa qilaman? Kechki payt qilaman, kechqurun. Ishdan kelgandan keyin shu yotishdan oldin bo'lsa ham shunda tuzlab, tez suvini quyib olib qo'yaman. Shu bilan ertangi kuniga ishga borib kelganimdan keyin uje buni qolgan ishlarimni qilaman. Mana buni endi qoldiramiz bir kunga. Sizlarga yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bu chimchini keyingi zapravkasi. Bilasizlar, bu achchiq zapravkasi bo'ladi. Qanaqa qilib shu zapravkani qilish to'g'risida. Mana shu zapravkaga agar ishonsanglar 3 yil bo'lyapti. Lekin 3 yildan beri xolodilnikda turadi. Hozir sizlarga buni hammasini tushuntirib beraman. Azizlarimiz, mana qaranglar. Mana shu 3 yil bo'lgan, mana shuni qilganimizga xolodilnikda juda ham yaxshi turadi. Mana ko'rasizlarmi? Hidlari ham zo'r. Srazu paxta paytlari esimga tushib ketadi shu paytdacha. Mana. Endi karameli bir kun turguncha
Sizlarga hozir tushuntirib beraman. Qizil bolgarskiy qalampirni 1 kilo olasizlar. Qizil garimdorini, menda hozir просто garimdori yo'qligi uchun qaranglar, qirqog'ayni emas. Mana bunaqa kichkina, sal qirqog'aynidan kattaroq, bilasizlarmi, go'shtliroq qizil qalampir bo'ladi, achchig'i. Ana o'shandan. Men qilgan zapravkamizni, mana bu zapravkada 1 kilo qizil bolgarskiy perets bor, 800 gram o'sha qizil garimdoridan go'shtli, tushundinglar meni? Kattasi emas, ani burishib ketgan bo'ladi, ya'ni kattasi dunganskiysi, unisi emas. Bozorga borsanglar, o'zi bilasizlar, sal kichkinaroq, silliqroq, go'shtli, qizil achchiq qalampir bo'ladi. Ana o'shandan 800 gram. Men mana shu 1 kilo qizil bolgarskiy peretsga 800 gram o'sha achchiq qalampirga 150-200 gram chesnok solaman. Endi buni qanaqa qilamiz? Albatta, мясорубкаdan chiqaramiz. Qizil bolgarskiy peretsi, o'sha qizil qalampirni, chesnokni hammasini мясорубкаdan chiqarib olib, keyin bunga mana shu massalarga to'g'richaga tushgandan keyin unga tuz solishimiz kerak bo'ladi. Tuzimizni 150-170 gram tuz solamiz. Buni hammasini men yozib qoldiraman, esingizda turishi uchun. Bu pekinskiy kapustani bozorga olgani borganinglarda albatta shu narsalarni ham olib olinglar. Yoki kariz qatorlarida sotishadi. Mana chimchini zapravkasini beringlar desanglar, ularda tayyor ham bo'ladi gohida. Endi agar bitta yo ikkita banka qilib qo'ysanglar, buchi yillab xolodilnikda turadi. Xolodilnikda bu nima, podvalda, kuxnyada, erta betda, sovuq joyda emas. Albatta mana xolodilnikka buni qo'yish kerak bo'ladi. Biz mana 3 yil oldin ko'p qilib qo'yganmiz. Mana hozir bir ikkitami, uchta bankasi hali turibdi. O'sha paytdan beri bir 6 tami, 7 ta edi. Sekin-sekin qilib, bir marta qilib olsanglar, anchaga yetadi sizlarga. Shuning uchun mana buni ham yozib, opisaniyani videoning tagida qoldiraman. Endi azizlarimiz, tasavvur qilamiz, bir kun o'tdi. Sizlar zapravkalarni qilib qo'ydinglar. Endi mana ko'ryapsizlarmi? Buni ustida lagan bor edi. Xuddi hozir qilib qo'yganimizdek bunga ham suv quyganman, lekin bu yerda ikkita pekinskiy kapustada. Bu ham kam edi suvi, yarimigacha edi. Mana ko'ryapsizlarmi, qancha suvi ko'payib ketadi. Endi sizlar so'rashinglar mumkin, nima keragi bor suvga solib qo'yishi? YouTube'da ancha-muncha retseptlar bor. Shunday kesib, mayda-mayda unaqa qilib kesib, tuzlab, 1 soatga qo'yib qo'yib, keyin suv chiqqandan keyin suvni to'kib tashab, zapravkalab qo'yishadi, bo'ldi. Shunaqasi ham bor ekan deb ko'rishinglar mumkin. Lekin mana men bilamanki, pekinskiy kapustani mana hozir ham oshxonamda hidi chiqib turibdi. Bilasizlarmi, karamni qanaqadir o'zini yaxshi emas hidi chiqadi. Shuning uchun mana birinchidan tuzli suvga solib qo'yganimizda, oralarida bilmay qo'ygan bo'lsak, ko'rmay qo'ygan bo'lsak, har xil qurqumizqalar bo'lishi mumkin deb, mana shular hammasi suvga chiqib ketadi. Eng asosiysi mana bu yoqtirmaydigan hidimiz ham hammasi suvga chiqib ketadi. Mana boshida agar karamimiz taq etib sinadigan bo'lsa, mana hozir qaranglar, yumshoq bo'lib suvga tushgandan keyin даже mana qalin joylari ham mana yumshoq bo'lib chiqdi. Ko'rdinglarmi? Xo'sh, endi nima qilamiz? Endi biz bu karamimizni yuvib olishimiz kerak bo'ladi. Vodoprovod tegida, sovuq suvda. Azizlarimiz, mana ko'ryapsizlarmi? Suvga solganimiz uchun mana tegida ham ancha loylarimi, har xil ana kerak emas narsalar chiqqanda mana suvga ko'rib turibsizlar. Shuning uchun suvga solgan yaxshi. Mana karamlarni rakinaga olib oldim. Endi ora-oralarini ochib, yaxshilab buni yuvib olishimiz kerak bo'ladi. Sho'r suvdan. Yana agar u qolib ketgan yomon narsalar bor bo'lsa, hammasidan mana shunaqa qilib yuvib olishimiz kerak bo'ladi. Mana to'g'raning ichiga ko'rasizlar, mana bunaqa reshotkali narsa qo'yib qo'ydim. Agar sizlarda ham bor bo'lsa, qo'yib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi.
kerak emas suvlari tushib turadi. Xo'sh, hozir mana bunday qilib maydalarni ham bu eng zo'r shirin joylari. Xo'sh, mana shunday qilib hozir hammasini yuvib olamiz. Xo'sh azizlarimiz, mana yuvib oldik karamimizni. Endi perchatka kiyib olsanglar yaxshi bo'ladi. Nima deganda, men bu qilgan zapravkalar achchiqroq. Shuning uchun perchatka kiyib olgan yaxshi-da. Qo'lingizga keyin achib, tag'in manaqa bo'lib yurmasin. Endi mana olib kelib oldik, yuvib, o'zingizlar sirazu sezasizlar, hidlari boshqacha bo'lganini. Mana undan oldin boshqa hid edi, endi hozir mana boshqa bo'ldi. Keyin yeb ko'rsanglar ham bo'ladi. Mana shuncha tuz solganimizga yarasha unaqa tuzli emas-da. Sho'ramas demoqchiman. Endi bu o'zini shundoq mana bitta variantini hozirga ko'rsatib beraman. Mana bunda olganinglarda bu zapravkalardan men bu yerga hozir 5 qoshiq zapravka solib oldim. Qani ko'ramiz qanchasiga yetishini. Qo'lim bilan olaman. Mana buni qilib har bitta nimasiga, особенно men bu ichki taraflar, yo'g'on taraflariga mana shunaqa qilib ko'rinayotgan bo'lsa, mana surib olamiz. Chetlariga surib olganimizdan keyin mana ustlarini surib olamiz-da. Mana endi men bitini mana bundoq qilib bu yoqqa mana shundoqlicha konteynerimizga taxlab chiqsak bo'ladi. Tushunasizlarmi? Mana shundoq qo'yganimizdan keyin mana bu tarafi bilan konteynerlarimizga mana shunaqa qilib taxlab chiqsak bo'ladi. Keyin tuzlanganidan keyin bitta mana shundoq olib, masalan, agar o'zingizlar bilib qancha kerakligini olib, mana bunday qilib keyin buni to'g'rab, mana shundoq qilib. Dasturxonga tortsanglar bo'ladi. Mana shunday. Ko'rasizlar? Endi men bunaqa qilmayman-da. Sirazu mana men bitta hozir kesib olib, menga qulay bo'lsin deb konteynerni ochganimda konteynerni ichidan shu keragini olib shunda tarelkaga qo'yib osonroq variant qilmoqchiman. Shuning uchun mana hozir mana shunday olamiz. Buni kesamiz. Bitta. Endi buni mana yoqqa qo'yib, zapravkamizdan qo'limizga olib, shundoq mana aralashtirib olsak bo'ladi. Buni konteyner ichida qilsanglar ham bo'ladi. Bu yerda hammasini hozir kesib olib, keyin taxtakashni bu yerdan olib, buni ichida ham qilib olsanglar bo'ladi. O'zingizlarga qaranglar. Achchiqroq, qip-qizil qilib xohlaydiganlar, masalan, zapravkasini ko'proq solsanglar bo'ladi. Bu yerda уже o'zingizlar qanaqa xohlaganingizcha oilangizlarda qanaqasini yaxshi ko'rishsa, o'shanga qarab qilsanglar bo'ladi. Lekin esingizda tursin. Buni ichida juda ham ko'p tuzimiz bor. Tushunasizlar, 1 kilo bolg'ar qalampiriga 800 gram qizil achchiq qalampirga 2 bosh chesnokga nimadan chiqarganinglardan keyin, мясорубкаdan chiqarganinglardan keyin 150-170 gram tuz. Nimaga 3-4 marta qaytarayotganimni bilasizlarmi? Nima deganda, yana baribir kommentariylarda kimdir eshitmay qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men 1-2-3 marta bu narsani qaytarib o'taman. Asabiylashadiganlar iltimos boshqa kanalga o'tib ketinglar. Mana endi yana olamiz. Nima ko'rsatgandek boyadagi bundoq qilib
variantlari juda ko'p buni. Surib olishinglar mumkin. Mana shunaqa qilib. Mana shunday qilib qo'yishinglar mumkin. Yoki yana bir bor aytaman. Xafa bo'lmanglar, batafsil hamma uchun tushunarli bo'lishi uchun 2-3 marta qaytaryapman. Nima deganda menga yozishdi, Gulnor opa qaytaravering. Ko'p narsani boshidan diqqat bilan ko'rmasligimiz mumkin. Kimdir qilayotganida ish qilayotgan bo'ladi yoki kimdir chaqirib qoladi shu paytda. Shuning uchun o'sha to'xtagan joyidan ko'rishni boshlashsa, gohida tushunmay qoladigan ham bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. 2-3 martadan bitta gap qaytarishim mumkin meni ham. Nima deganda o'zimga ham yaxshi. Mana shu agar yangi narsani o'rganayotgan bo'lsam, hamma narsani batafsil ikir-chikirlarigacha bilib qilgim keladi. Men ham boshida aytganman, nimaga buni suvga solib qo'yamiz, suvga solmasa ham bo'lar ekan-u deb suvga solmayman ham qilib ko'rganman, keyin yoqmagan, o'sha suvga solmaganim. Nima deganda o'sha g'alati hid kelib turganda, ko'rdinglarmi? O'shaning uchun keyin so'raganman, nimaga suvga solasizlar desam, birinchidan o'sha yomon nimalari, har xil tuproq, yer, bu narsalar orasida qolib ketgan bo'lishi mumkin. Har xil qurt qumursqalar qolib ketgan bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun o'shanda menga tushuntirib berishuvdi. Suvga solgan yaxshi edi. Mana shunaqa qilib hozir hammasini chiqamiz. Mana hammasini 1-2 marta sizlarga qaytaryapman. Mana sразу mana qilib kesasizlar bo'ladi. Kesib olgandan keyin hammasini qo'rqmanglar, bu suv mana reshotkada turibdi, voy suvi qolmaydi deb qo'rqmanglar. Buni hali rosa o'zini so'ki chiqadi. Juda ham ko'p so'k chiqadi. Bunday qilib olamiz-da. Endi mana qo'limiz bilan olib, bunday ustidan ko'rinayotgan bo'lsa, bunday qilib. Qo'chib ketdi. Buni juda meni ukam, Muhammadjon ukam yaxshi ko'radi. Mana bu konteynerni shu ukamga qilib beryapman. Ani sizlar bilan birga boshidan qilganimizni video qo'yamiz. Mana ichiga solamiz. Paxta paytidagi o'sha vaqtlar hozir esimga tushib ketyapti. Paxtaga borganlarimiz. Juda Buqa rayonida karslar ko'p bo'lishardi. Hozir ham bor, lekin u paytda mana sinfimizda esimda bor 30 ta bola bo'lsa, shuni 15 tasi kars millatidan edi-da. Qanaqa yaxshi insonlar edi ular. O'zbek tilida shunaqa gapirishardi. Vohida любой o'zbekdan yaxshi gapirishardi. O'zbek tilini. Hali ham Buqa rayonida bor shunaqa. Mana. Paxtaga kelsak biz aytardik. Natasha chimchi olib kel, men tuxum olib kelaman derdik-da. Endi non olib borardik, buxanka nonlar, eslaysizlarmi? Olib borardik-da. Maza qilib yeb, paxtalarni terib kelar ekanmiz. Hozirgi bolalarga shunaqa qilib berchi. Ovqat obedga shunaqa qilib bersangiz, hayron bo'lsa kerak farzandlarimiz. Nima deganda ular hozir tushunishmaydi u paytdagi bizani. Voy shunisini nimasi yaxshi edi, paxtaga borganinglarni. Qiyin-ku, paxta terishlar, boshqa sovuqlarda to'g'ri qiyin bo'lardi, kasallar bo'lib kelardik, eslaysizlarmi? Hozir aytishadi. Bu Gulnor opa chimchini o'rniga bizga paxtadagi paytlarini gapirib beryaptilar. Esimga tushib ketdi. Nachovkalarga borardik, makaronlar yeb, oshlar yeb, shovlalar yeb, maza qilib makaron sho'rvalar,
hech kim aytmagan ekan, men bunaqa yemayman, menga bu to'g'ri kelmaydi, men yoqtirmayman deb demagan ekan bizni. Hammamiz yeb, keyin uyga bu semirib kelardik makaronlarda. Xo'sh, azizlarimiz, mana chimchimiz ham tayyor bo'ldi desak ham bo'ladi. 5 qoshiq edi zapravka boshida. Bu chimchim 2 ta kapusta bitta. Bu yerda hozir sizlarga boshida bittani ko'rsatgan bo'lsam, bu 2 ta katta edi. Shuning uchun bunga mana hozir yana bittasi bir qoshiqni ustidan sovurmoqchiman-da. Demak, o'rtacha bitta pekinskiy kapustaga где-то 3 qoshiq zapravka ketar ekan. O'sha 1 kilo aytganimdek, o'sha retsept bo'yicha bir qilib qo'ysanglar, anchaga yetadi sizlarga. Nima deganda, gohida yozgi kunidan qilamiz-da biz bu salatlarni. Bo'ldi, mana ustidan shuni qilib qo'ydim. Endi yaxshilab sal bunaqa bosib qo'yinglar. Bosganinglarda mana ko'rasizlarmi? Tagida уже suvi chiqdi. Mana уже qancha bossam mana suvi chiqyapti, yarimigacha. Hali rosa buni o'sha suvi chiqadi. Bostirib qo'yinglar. Azizlarimiz, salatimiz tayyor bo'lyapti. Mana endi oxirida yanchilgan kashnich urug'i. Albatta yanchilgan bo'lsa yaxshiroq. Nima deganda, dumaloq bo'lib qolsa-chi, yeyotganda uncha yaxshi emas-da, tishlarning orasiga ham kirib qolishi bor. Shuning uchun bitta yanchib olinglar yoki tayyor sotiladi. Endi mana hozir bitta to'la osh qoshiq o'tga hozir bunday qilib oralariga. Buni-chi boya bundan oldin aralashtirayotganimda ko'rsatishim kerak edi. Endi hammanglar bilasizlar, video olayotganda, ko'rsatayotganda har bitta inson hayajonlanishi mumkin-da. Shuning uchun hozir mana esimga tushdi-da, oxirida baribir ko'rsatay, shuni qolib ketmasin deb sizlarga ko'rsatyapman. Mana bir qoshiqni solib oldim. O'zi darrov hidi bir boshqacha bo'ladi. Endi yaxshilab aralashtirib olishga harakat qilinglar. Sizlar zapravkani sovutganinglarda kesib boya ko'rsatdim, zapravkani mamta sovutganinglarda o'shanda mana shu qoshiqdan olib ozgina sepib aralashtirib sovursanglar ham bo'ladi. Mana men endi hozir qarayman. Yana 1,5 qoshiq sovursam bo'ladi. Hamma yog'iga tushsa, hozir yana keyin ikkita qo'lim bilan hammasini aralashtirib olaman. Ko'paytirib yormanglar, buni juda hidi anaqa o'tkir bo'lib ketmasin. Ana. Bo'ldi. Mana endi yaxshilab aralashtirib olsak. Buni hozirgi hidlarini agar bilsanglar, qanaqa zo'r bo'ladi salatimizni. Yana bir bor mana aralashtirayotganda aytib o'tamanki, bir kunga mana shu oshxonangizda qoldiringlar, oshxonangiz salqin joy bo'lsa yoki hovliga olib chiqib qo'yinglar. Hovlida ham tursa bo'ladi. Bir kun hovlida tursin, ikkinchi kuniga tuzini ko'ringlar. Keyin agar hammasi yaxshi bo'lsa, keyin ikkinchi kuniga qopqog'ini yaxshilab yopib, xolodilnikka ham qo'yib, xolodilnikda ham bir kun tursa juda ham yaxshi bo'ladi. Bir kundan keyin olib yeyishni boshlasanglar, o'zingizlar bilasizlar. O'zingizlar уже ta'mini bilib qolasizlar. Mana tayyor bo'ldi azizlarimiz. Qaranglar, qilganimizcha qancha suvi chiqdi. Xo'sh azizlarimiz, mana endi qilib bo'ldik chimchimizni. Endi bitta tarelочкami yoki o'ziga yarasha agar idishinglar bor bo'lsa, menga mana bu ham yaxshi. Shunda qo'yib, ustiga mana shu bonkani qo'yib qo'yaman hozir. Shunda qo'yib qo'yamiz-da, bir kun mana shu holatda salatimiz turishi kerak. Bir kun turgandan keyin o'zingizlar ko'rasizlar, rosa so'ka chiqadi, yaxshigina. Yaxshi bo'lib chiqqandan keyin bo'ldi, buni olib tashlab, qopqog'ini yopib, salatinglarni yana bir kun oshxonada qoldiringlar.
hozir havo juda unaqa issiq emas, 35-40 gradus emas. Oshxonanglar agar 24, 22, 26 gradus bo'lsa bo'ladi. 2 kun oshxonada tursin, bo'ldi. Undan keyin olib xolodilnikka qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi albatta. Xolodilnikka qo'yganingizdan keyin hammasi mazalari bir-biriga kiradi-da, andan keyin rosa zo'r bo'ladi. Hammasi bir-biri bilan uje aralashib bo'lgan bo'ladi. Keyin uje undan 3 kundan keyin, 4 kundan keyin olib yesanglar ham bo'ladi. O'zi yeb ko'rganingizda bilinadi. Salat uje tayyormi, yo'qmi, unisi bilinadi. Azizlarimiz, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana bugun ham sizlar bilan birga bo'ldik. Agar kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, kanalimga kommentariyalar yozib qoldiringlar. Harakat qilaman hammangizga javob berishga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammamizning uylarimiz to'yxona, murodxona bo'lsin. O'ylagan niyatlarimizga yetaylik. Farzandlarimiz iymonli, insofli, oliyjanob insonlar bo'lib yetishsin. Xayr azizlarimiz, sog' salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar.